Keyingi mahsulotimiz qizlar. Novinka deyman, endi buni hali ko'rsatmagan edim, ancha bo'lib chiqqaniga. Mana orxideya aromatini beradigan krem gel для dushlarimiz. Bu terilari quruqshagan, chувствительный bo'lgan terilarga juda ham zo'r keladi. Bu kremi bilan gel для dush ham badanimizni toza qilib beradi, ham krem surgan nimasini beradi, effektini. Bu orxideya aromatimiz. Bunisi shirin bodom. Oldin ochiq bodom bor edi, hozir shirin bodomligi chiqqan qizlar. Bu 250 ml. Juda ham quyuq, ko'p vaqtga yetadi, kam miqdorda ishlatiladi qizlar. Mana juda ham zo'r. Agar ishlatib yursanglar, terilarni yosh qilib saqlab beradi. Yana bitta kremimiz, gelimiz, gel для dushimiz. Beauty Care seriyasidan. Oldin ham ko'rsatdim, Makachino. Mana juda ham quyuq. Juda ko'p vaqtlar yetadi. Buni grammi 500 ml, mana yarim litr. Shunaqa. Keyin mana bu Story Glamour seriyasidan parfyumli intimli gellar qizlar. Juda zo'r mahsulotlar. Bu ta'sirchan terilar uchun, nozik terilar uchun. Bunisi ham shunaqa bo'lsa kerak. Bu hamma uchun. Ikki xilidan zakaz qilganman. Intim gel zakaz doim menda ko'p. Keyin qizlar, mana sprey lyob. Legendarniy kislorod Oxyology seriyasidan qayta tiklovchi sprey qizlar. Bu o'zini sepib yursangiz ham juda ham zo'r xususiyatga ega. Hujayralarni, yangi hujayralar o'sib chiqishini yaxshi ta'minlab beradi, o'lik hujayralar tushiradi. Keyin bu makiyaj qilganimizda makiyajimizni ushlab beradi. Yana yuzimizni kislorod bilan ta'minlaydi. Mahsulotlarimizda munavvaftin, makvaftin moddalari mavjud. U havodan yuzimizga kerakli bo'lgan kislorodni so'rib olib, bizga yetkazib beradi terimizga qizlar. Juda ham zo'r mahsulot, qayta tiklovchi xususiyati bor.